Niyat qilganlar oshna og'aynim bilan, aka-ukam bilan bir joyda turib, shaharda qoq markazida turaman deganlar uchun Hasan-Husan uylarimizni topib qo'ydik. Birgalikda video obzorini ko'ramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like-chan bosib qo'yamiz. Xullas, mana shu yerdan ishxonadan kelganingizdan elektron darvoza sizni kutib oladi va pultni bosasizda ichkariga kirib ketasiz. Darvozadan kirdingiz, mashinani shunday qo'yib turib, bu tarafga qarab yurisiz. Yozgi oshxona uchun joy qoldirib ketilgan. Yuvinish xonasi, hojatxonasi bor. Tashqi uyimizda umumiy maydoni 3 sotiqdan iborat, zilonni joylari ham bor, qo'shimchaga podvali ham bor. Sizlar endi birgalikda sizlar bilan ichkariga kiramiz. Xullas, kirishdan o'ng qo'l tarafimizda отдельный mehmonxonasi joylashgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Keng, yorug', zamonaviy usulda remont qilingan. Bu o'ylashinglar mumkin, aboy qilinganda, bu polnisda atachento qilingan. Ko'rishlaringiz mumkin, kuxnyamiz hisoblanadi. Uyimiz 5 xonani tashkil qiladi. Ko'rishlaringiz mumkin, bu bitta xonamiz. Uyimiz polnisda topli-pol bo'lgan. Bu esa ikkinchi xonasi bo'ladi, ko'rishlaringiz mumkin. Bu uchinchi xonamiz va bundan kelaverib orqa hovliga chiqadigan joylari ham bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin, orqa hovlisi bu. Birgalikda sizlar bilan holni ko'ramiz va bu yerda yuvinish xonasi va sanuzeli bitta joyda joylashgan, ko'rishlaringiz mumkin. Albatta do'stlar, bu hamma uyimiz atachento bo'lgan. Do'stlar, manzili Kat mahallada joylashgan bo'lib, narxiga keladigan bo'lsak, narxi $87 ming. Murojaat uchun pastda nomerlarni qoldiramiz, telefon qilib barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin.